Hey, kelin. Qarang oyijon. Yangi shim oldim. Yarashibdimi? Rosa sifatli, zamonaviy, xuddi men uchun tikilgandek. Qarang belbog'larni. Shim kiyasizmi? Nima bo'pti? Yaxshi-ku. Lekin biz Ha, aytgancha oyijon. Sizga ham sovg'a oldim. Hozir olib kelaman. Kalta yubka. Ishoning, juda ham yarashadi sizga. men qaraganimda kalta yubka kiyamanmi? Voy, siz qaraganman demang oyijon. Avval kiyib ko'ring. Dadajon sizni boshqatdan sevib qoladilar. Qani, ko'raylik-chi oyijon. Voy, xuddi sizga tikilgandek. Bitta kiyib ko'ring oyijon, iltimos. Juda ham yarashadi sizga. Bo'ling. Sho'x bo'lmay ket. Onasi. Menimcha to'g'ri kelmaydi. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. 50 ga chiqqanimda kalta yubka kiyishga balo bormi? Yo'q. Qanaqa kalta yubka? E'tibor bermang. Dadasi. Ko'ra bila turib o'g'limizga bunaqangi kelin olib bermaymiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'pti. Uyga boraylik. O'g'ling bilan batafsil bafurcha gaplashamiz. Sho'x bo'lmay ket. Boshqa qiz qurib qolganmi shu bolaga? Ha endi Qizdan ko'pi yo'q-ku.